Ro'yxatdan o'tib, tizimga kirganingizdan keyin mijozlar sahifasida dastlab bo'sh bo'ladi. Bu normal holat, chunki siz hali tizimga mijozlar kiritmagansiz. Ko'pchilik bizneslarda o'zini allaqachon Excel faylda eski mijozlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun mijozlarni birma-bir kiritish o'rniga biz import qilish orqali hammasini bir vaqtning o'zida tizimga yuklab olamiz. Birinchi o'rinda import tugmasini bosamiz va bu yerga Excel yoki CSV fayllarni yuklashimiz mumkin. Tugmani bosamiz va o'zimizning eski mijozlar bazamizni yuklab olamiz. Davom etish tugmasini bosamiz va bizga tizim avtomatik mijoz ismi, telefon raqami, status, manzillarini o'zi Excel fayldan ustunlarga moslab topib beradi. Agar sizda boshqacha bo'lsa, buni o'zingiz to'g'rilab olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib chiqish tugmasini bosamiz. Bu yerda biz to'g'ridan to'g'ri Excel ko'rinishida xohlagan ma'lumotlarimizni to'g'rilashimiz, xato ketgan bo'lsa kattartirishimiz va misol uchun statuslarni to'g'rilashimiz, shartnoma tuzildi deb o'zgartirib to'g'rilab chiqishimiz va oxiri import qilish tugmasini bosamiz. Jarayon yakunlangandan keyin yopish tugmasini bosamiz va qarabsizki, bizda mijozlar bazasi Excel faylimizdan yuklandi. Mijozlar sahifasidagi mijozlar ko'rinishi bizda 3 xil ko'rinish bo'ladi. Grid ko'rinishi, tablitsa ko'rinishi va Kanban board ko'rinishi. Bu darsimiz mijozlarni import qilish edi. Endi keyingi darsda mijozni bittalab qo'shish va ularda statuslarini o'zgartirishni ko'rib chiqamiz.